Assalomu alaykum aziz birodarlarim, sog' omonmisiz? Shu videoni o'tkazmang do'stlar. Afg'oniston yerlarining birinchi ekilgan yerini ko'rsatishga qaror qildik. Aziz birodarlar, ko'rib borgan guruchlangiz ekilganiga bir haftacha bo'lgan. Bu birinchi guruch. Bizlarda guruch deyiladi aziz do'stlar. Sizlarda guruch deyilami? Agar shu guruch degan gapni sahih bo'lsa, rost bo'lsa, qabul qilasiz degan niyatdaman. Shu guruch 90 kunda pishar ekan aziz birodarlar. 80 kun suv berar ekan, 90 kunda pishar ekan. Pishgan vaqtiga 10 kun qolganda bu suv to'xtatiladi, chunki tekib qurishi kerak. Keyin o'rganda qulay bo'ladi aziz do'stlar. Daromad ichida daromad do'stlar. Agar imkoniyatimiz yetsa, sharoitimiz yaxshi bo'lsa, bu guruchni ichiga, mana bu ko'rib qolgan bu suvlarning ichiga baliq urug'ini ham bundoq baliq urug'ini tashlab boqsa bo'ladi aziz do'stlar. Ham bu guruchga foydasi va baliq urug'lari guruchni kasalliklari, tekizaki hasharotlarni yeyadi. Ham bepul foyda. Ham baliq katta bo'ladi, ham guruchga foydasi bor aziz do'stlar. Agar shu guruch borida qiziqsangiz, fikr mulohazalaringiz bilan kommentariyamizga qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asrlaringiz xayrli bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling.